Hürmetlik vatandaşlık siyana devam endilikte. Bugün Çislağa 2021 yıl 9. ayının 25. günü hürmetlik vatandaş. Sel nur düşüp aldı, karan kop kaldı o dememişiz. Endilik sizlerge anlatılgan haberimiz fakat mavzula dikkat kılalım. Biz başta vaziyet doğrusu sözüldük. Vaziyetinin merkezlik ifadesi süptedi Mingwenju hanımdan Kanada'da türmüde koyup verilgenligi ve Cungo'ga kaytırılganlığı Amerika hava tevelligini yakın kemme bir neçe kilometrlap nereye berip uçkallığı Xitay aeroplanının kokap ketken geptağına uçkallığı uçup berip Şincan şehri uçuşkenligini görsettik vatandaşım. Bu doğruda kıskaça haberini Dovi Torbiti beripti. Dovi Torbiti Xitay'nın özünün Torbiti çonkur toxtalanmaptı. Konkret zadinime eğiz qalanmaptı. Onun koyulgan mavzula makiyinki torbetlerde geplerde hazır Cungo'nun matbuatları bu meselede patparak olup ketken gep. Sep ve tüzümleri buzulup ketken gep. Qanday xabar qilishni bilmay vatkan gep Mingwenju vakasini. Lekin hazır sual endi arka o'tirg'i chiqishi başıldı. Amerika Qo'shma Shtatlari yo'l qo'ydi deyildi torbetlarida. Endi Jungo nimaga yo'l qo'ydi? Mesele şunda koyuldu, sual şunda koyuldu. Bu ertegi o'tirg'i chiqishi mumkin. Ve şunun münasebetlik aldı azizlarni mavzu bilan ta'minlaymiz vatandaşım. Mavzuni sizlarga bir tasavvur qilish qoldiramiz. Ulguramadik. Bunun içinde bir mavzuni ko'rishga ulguramay qoldim. Kechiringlar deganda aldirab chiqdim. Tuniga 2 kun saqiltib qo'ydim. Endi bu mavzular mandaq. BBC Amerika Adliya Ministerligi qayta ta'kidlab Mingwenju jinoyatini to'nidi deb ko'rsatdi. Vanvi torbiti. Ishki tashqi jihatda farqliq bo'ldi. Mingwenju davlat sirtida Kanadaga rahmat aytdi. Davlat ichida ulug', sharafli, to'g'ri Jungo Kompartiyasiga rahmat aytdi. Vanvi torbiti. Mingwenju turmadan qo'yib berildi. Jungo matbuatlarining sap qatori buzilib ketdi. Vanvi torbiti 9. ayının 25. günü hammasi cuma. Mingwenju go'raga Mingwenju ko'tara kechiringlar. Mingwenju ko'tara olgan aeroplanda vatani Jungoga qaytdi. Amerikaning osmoniy va Amerika havo tavalligidan yiroq bir joy bilan uchib o'tdi. Jungo'ning aeroplani Mingwenju ko'taraga olgan aeroplan. Vanvi torbiti. Mingwenju davlatga qaytdi. Kanadada turmadan qo'yib berildi. Jungo Kompartiyasi göregeli siyosatda qo'llanganligini e'tirof qildi. Ya'ni Mingwenju qo'lga ilingandan keyin Jungo Kanadalik 2 nafar diplomatni qo'lga olgan edi. Şunu özü göregeli siyasi qo'llanganligini e'tirof qildi deydi. Mümkün de yani 3 yılga yaqin solab qo'yilgan 2 nafar Kanadalik aeroplanga o'ltirib Kanadaga qaytdi. Mingwenju Amerikada doirlar bilan kelishim imzolagandan keyin vatani Jungoga qaytdi. Amerika ovozi Xitoy til programmasi 4. ayning 25. günü. Prezident Joe Biden Aqsarayda 100 o'ltirib, 4 taraf yuqori darajaliklar yig'in ochdi. Avustraliya, Yaponiya, Amerika, Hindiston. 4 taraf yuqori darajaliklar yig'in ochdi. Jungoning kuchi kun sayin o'rlayotgan ahvol ostida hamkorlikni muhokama qildi. Oxirgi mavzu muxbirning qo'ygan jumlasi oxirgi jumla. Amerika ovozi 9. ayning 25. kuni. Yuqorqi vaziyatga aloqador bu mavzu bilan sizlarni ta'minlaydi. Aeroplan o'tib ketdi. Bu katta ish vatandosh.
Hazır Amerika Cumhuriyeti oturusiki münasebette nayt zor özgürüş buluvatdı ekan. Mingvanji bilan başlanıp deyli. Nayt zor özgürüş buluvatdı. Biz başta görüşüp etdik bir qancha siyasi noktalarda Amerika Cumhuriyeti oturuşda bulup ötken münasebet özgürüşünü bugün endi mingvanji meselesi kelgende Moşundaq zor derecede yol qo'yish yuz berdi. Buningdan keyin Amerika Cumhuriyeti münasebeti qaysi yuzlanish qarab mangadi. Mesela Amerika Cumhuriyeti o'tirishda shu avvalgi 4 yil va keyingi 20 yil ichida o'tirib qo'yilgan masala intayin ko'p hurmatli vatandosh. Endi shularga bir-birlab Cumhuriyet hukumatı javob qaytaradigan vaqt keldimi qandaq? Biz buni o'zimizlik insonning mohiyatiga ko'ra yaxshilikni o'ylaydigan taraf bilan so'z qilsak, Cumhuriyet hukumatı zodi nimaga yo'l qo'ydi? Zodi nimaga yo'l qo'ydi? Mesela mana bu yerda hurmatli vatandoshlar. Xush vaqt bo'linglar vatandoshlar.